qizlar, pul, maqsadlar, erkaklar haqida zamkni krug borligini tushunishim uchun 7 yil vaqtim ketdi. Bitta narsani biling. Har doim slab erkaklar qizlarni ketdan yuguradi, qizlar esa kuchli erkaklarni ketdan. Kuchli erkaklar esa qizlarga emas, balki fokusni har doim pulga, maqsadga qo'yadi. Chunki ular pajezi dastigator bo'ladi va bunaqa arzon narsalarga o'z vaqtini sarflamaydi. Agar siz erkak kishi bo'lsangiz, hozirgi kunda realizatsiyangiz oldida ikkita vibr turgan bo'lsa, bu pul, maqsadlar, qizlar bo'lsa, qizlarni tanlaydigan bo'lsangiz, avtomatik siz ham buni ham yo'qotasiz, chunki buni ham yo'qotasiz. Chunki aytganimdek, qizlar har doim kuchli erkaklarni ketdan yuguradi va intiladi demoqchiman. Bilaman, tushunaman, chiroyli qizlar juda ham ko'p. U narsa o'zim boshimdan ham o'tgan. Oyiga 2000, 5000, 10000 dollar topib yurgan paytim, qanaqadir miqdorda 2-3 oy vaqtim mana mana shunaqa narsalarga как бы vnimaniyam kirib ketgan. Avtomatik men ham ishimni yo'qotganman, qarzlarga ham kirib ketganman, buni ham yo'qotganman. Chunki siz pulingiz bo'lmasa hech kimga kerak emas. U qizlar просто существование uchun hamma deydi, lekin erkak kishini nimadir uchun sevaveradi. O'shaning uchun bu narsani hech qachon unutmang. Faqat o'zingizni potensialingizni maksimalniy ochmaguningizcha, maksimal o'z dohodingizga chiqmaguningizcha bunaqa narsalarga vaqtingizni, fokusingizni umuman ketkazmang. Bu faqat sizni chalg'itadi.